Angliyaning dunyoga donliq BBC axborot kanali 2 fevral kuni Tursnay Ziyovuddin qatorliq lagerdan qo'yib berilib, chet elga chiqishga muvaffaq bo'la olgan lager shohidlari haqida maxsus xabar doklad e'lon qildi. Mazkur xabarda lager shohidlari ayol tutqunlarning lagerda bosqinchilik va jinsiy zo'ravonlikqa uchraydiganligini fosh qildi. Xabarning bosh personaji 42 yoshlik Tursnay Ziyovuddinning aytishicha, yig'ilish lagerida tutib turilgan 9 oy jarayonida u ba'zida yarim kechadan keyin maska, kostyum burulka va xurum oyoq kiygan bir qism Xitoy erlarning kamerga kelib o'zi yoqtiradigan ayolni tanlaydiganligini va ularni elib chiqib ketadiganligini bayqagan. O'zimi bir necha qatim bundoq ahvolga duch kelgan. Xabarda yana bir yarim yil yig'ilish lagerida tutib turilgan qozoq ayol Gulzira Avilxonning so'zi naql elingan bo'lib, u lager mezgilida Uyg'ur ayollarining kiyim-kechaklarini chiqarishga va qo'liga kishan selib olishga majbur bo'lgan. Ilgari yig'ilish lagerida o'qituvchilikqa selingan Sayragul Savutbaymo lagerlarda bosqinchilik ahvollarining umumlashganligini aytgan. Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan yig'ilish lagerlari majburiy tug'mas qilib etish va tug'ut kontroli qatorliqlar oshkorlangandan keyin Amerika hukumati Xitoyning qilmishini irqiy qirg'inchilik deb e'lon qilgan edi. Xitoy hukumatidan yig'ilish lagerlariga solangan oilalar haqida izohat berishni talab qilib, 2020 yil 18 dekabrdan e'tiboran navbat turish faoliyatini boshlagan lager qurbonlari yaqinlari faoliyatini davomlashtirish uchun Istanbul valiliği yo'lga qo'ygan Beşiktaş va Sarıyer rayonlaridagi faoliyat cheklamasining bekor qilinishini saqlayotganligini aytgan edi. İstanbul'daki cheklama tufayli lager qurbonlari 2 fevral kuni Anqaraga yetib kelgan bo'lib, bugun 3 fevral Xitoyning Anqaradagi elchixonasining oldida navbat turish faoliyatini boshladi. Lager qurbonlari yaqinlarining Xitoy elchixonasining oldidagi faoliyati soqchilar tarafidan bir necha qatim tarqatib etilиш xavfiga duch kelgan bo'lsa-mu, naq maydondagi faoliyatchilarning ching turishi sababli faoliyat tushdan keyin soat 5 gacha davomlashdi. Türkiye taratqullarining ziyoratini qabul qilgan Mirzahmat hozir ularning qo'lida 5199 kishining arxivi borligini, lekin Istanbuldagi Xitoy konsulxonasining bularni qabul qilmaganligini bildirdi. U yana agar Xitoy o'zini qonun davlati deb qarasa, lagerdagi begunoh kishilarni qo'yib berishi kerakligini, o'zlarining faoliyatini yig'ilish lagerdagi kishilar qo'yib berilgicha to'xtatmaydiganligini ta'kidladi. Bermada harbiy o'zgarish yuz bergandan keyin Xitoy Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashida Berma doiralarini ayiblash qaroriga qarshi chiqdi. Egalanishcha, Bermada 1 fevralda yuz bergan harbiy o'zgarish Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashining yipiq yig'inida muzokara qilindi. Xitoy va Rossiya Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashining Bermadagi harbiy o'zgarishni ayiblash taklifiga veto huquqini ishlatib qarshi chiqdi. Eronning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi doimiy vakili Amerika prezidenti Jo Baydenni Eronning yadro kelishimiga chaqirdi va fursat ko'zdagi taqilishga oz qoldi dedi. Eronning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi doimiy vakili sobiq prezident Donald Trump rahbarligidagi Amerikaning Eron yadro plani haqida to'xtalib, Baydenga birlashma harakat planiga qaytish uchun tez harakat qilish kerakligini aytdi. Ravanchi Eronning xalqaro atom energiyasi organiga yadro aslahalariga erishishni cheklashdan ilgari Washingtonning jazoni bekor qilish fursatining tugayotganligini ta'kidladi. Avstraliyaning G'arbiy Avstraliya o'lkasining poytaxti Perthning sharqi shimolida 4 kundan buyon kontrol qilinmagan o'rmon o't oftida vayron bo'lgan uylarning sonining 81 ga yetganligi e'lon qilindi. G'arbiy Avstraliya o't o'chirish va jiddiy ahvolga taqobil turish mulozimat bo'limining mufattishi Peter Sutton 500 dak o't o'chirguchining o'tni kontrol qilishga tirishayotganligini, lekin yer yuzi va nochar havo rayini ko'zda tutganda o'tning bir hafta yoki undan uzun davomlashi mumkinligini aytdi. Sotton 10,000 gektardan ortiq yerni ko'ydirgan o't oftida vayron bo'lgan uylarning sonining 81 ga yetganligini aytdi.